Salom do'stlar, sizlar bilan doktor Oybek. Bugun birgalikda qanday qilib tishlarimni yanada oqroq ko'rsatishligim mumkin, tish ustidagi dog'larni qanday yo'qotishligim mumkin degan savolga birgalikda javobni qidiramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Oral-B 3D White ko'mir ekstrakti tarkibli tish pastasi kerak bo'ladi. Bu tish pastasi oddiy tish pastalariga o'xshamaydi. Uni asosiy tarkibiy qismi aktiv mineral kompleksdan va ko'mir ekstraktidan tashkil topgan bo'ladi. Bu tish pastasi tishni ustidagi dog'larni 87% gacha yo'qotishligi mumkin va ba'zi holatlarda, ba'zi joylarda keltirganki 100% holatlarda ham tish ustidagi dog'larni yo'qotishligi mumkin degan. Haqiqatdan bu narsa ishlaydimi, yo'qmi? Bugun birgalikda sinab ko'ramiz. Qanday qilib tishlarimiz ustidagi dog'larni 87% gacha yo'qotishligi mumkin? Uni tarkibidagi ko'mir ekstrakti tishni ustidagi dog'larni o'ziga shimib, singib tortib oladi. Aktiv mineral kompleks esa tishni emalini mustahkamlab, uni jilovlantirib, yanada bizga oqroq ko'rinishligiga yordam beradi. O'zi bu tish pastasidan qanday foydalanish kerak? Kimlar foydalansa bo'ladi? Qahvani, qora choy ko'p iste'mol qiladigan, sevib iste'mol qiladigan insonlar va tamaki chekuvchi insonlar tishlarini ustidagi yig'ilib qoladigan qora, sarg'ish, jigarrang dog'lardan qutulishlik uchun aynan mana shu turdagi tish pastalaridan foydalanishlik tavsiya etiladi. Chunki ularning ustida yig'ilgan dog'larni yo'qotishlikka buni tarkibidagi ko'mir ekstrakti yordam beradi. Umuman olganda ko'mir ekstrakti kosmetikada keng foydalaniladi. Yuzdagi dog'larni, tishlarni oqartirishda aynan aktiv ko'mirdan keng foydalaniladi. Xuddi shuning uchun ham bu tish pastasini tarkibiga ko'mir ekstrakti qo'shilgan. Aynan u tishni ustidagi dog'larni o'ziga singdirib tishni oqroq ko'rinishligiga yordam beradi. Bu tish pastasidan qaysi holatlarda foydalanib bo'lmaydi? Tishlari o'ta sezuvchan bo'lgan bemorlar vaqtinchalik foydalanmaslik tavsiya etiladi. Chunki uni tarkibidagi ko'mir ekstrakti abraziv modda hisoblanganligi uchun emallarni sezgirligini oshirib yuborish mumkin bo'ladi. Keling unda Oral-B 3D White ko'mir ekstrakti tarkibli tish oqartiruvchi tish pastasidan birgalikda foydalanib ko'ramiz va uni xususiyatlari to'g'risida gaplashamiz. Tish pastasini ochganimizda uni rangi qora va oq holatda bo'lishligi bizga aytilgan. Qora va oq emas, qop-qora tish pastasi ekan. Mana sizga hozir yaqindan ko'rsatishlikka harakat qilaman. Foydalanayotganda mana sizga ko'rinarli bo'lishligi uchun qop-qora rangli tish pastasi. Foydalanayotganda ko'p yo'l qo'yiladigan xatolardan bu oqartiruvchi tish pastasi ekan deb kunda 3-4 marotabalab ortiqcha tishlarni yuvishlik tishlarda sezuvchanlikni keltirib chiqarishligi mumkin bo'ladi. Chunki uni tarkibidagi ko'mir ekstrakti tishlarda sezgirlikni oshirib yuboradi. Shuning uchun undan foydalanishda kunda 2 mahal, ertalab va kechqurun foydalansangiz bo'ladi. Faqat tishlar sezgir bo'lmagan holatlarda. Foydalanib ko'ramiz. Men tishimni yuvib kelaman va o'z xulosamni siz bilan bo'lishaman. Oral-B 3D White tish oqartiruvchi pastalaridan foydalanish ketma-ketligi bir kunda 2 mahal, ertalab va kechqurun foydalanishlik tavsiya etiladi. Agar siz choy va qahvani sevib iste'mol qiladigan bo'lsangiz, aynan bu tish pastasi siz uchun tavsiya etiladi. Chekuvchi insonlar ham bu tish pastasidan foydalansa, chekish natijasida yig'ilgan sariq dog'larni yo'qotishlikka yordam beradigan tish pastasi hisoblanadi. Foydalanishdagi xatoliklar tishimni yana ham oqartiraman, tezroq oqartiraman deb bir kunda 2 tadan ko'p foydalanish, 3 marta, 4 marta foydalanishlik
bu zararli ta'sir ko'rsatishligi mumkin, chunki tarkibidagi ko'mir ekstrakti tishlarda sezgirlikni keltirib chiqarishligi mumkin va qattiq turdagi tish shotkasidan foydalanish ham tish emaliga zarar berib qo'yishligi mumkin. Bundan foydalanayotganda faqat o'rtacha qalinlikdagi tish shotkasidan foydalanishlik sizga tavsiya etiladi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, Oral-B 3D White tish oqartiruvchi ko'mir ekstrakti tarkibli tish pastasidan foydalanishlik sizga tavsiya etiladi. Agar bundan foydalanayotganingizda tishlarda sezgirlikni sezsangiz, vaqtinchalik bundan foydalanishni to'xtatib, odatiy kunlik tish pastasidan foydalanib, sezgirlik yo'qolgandan so'ng kun ora foydalanib tishlaringizni oq ko'rinishini ta'minlashligi mumkin bo'ladi. Unutmang, bu tish pastasi tishlarni oqartirmaydi, faqatgina ustidagi dog'larni yo'qotib, tabiiy tishingizni rangini yorqinroq ko'rinishligiga yordam beradigan tish pastasi hisoblanadi. Agar video sizga manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashishni unutmang va bizni qo'llab-quvvatlashlik uchun like tugmachasini bosing va kommentariyada, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha salomat bo'ling.